o'rtoqlar. Xullas bugun 28-sentyabr. Yakshanba dam olish, bolalarga ham dam olish ekan. Bitta kvartirani silmat qildik. Shu yerda shashlik qilamiz dedik. Sekin mana endi hozir kiramiz. Mana mashinani mashakka parkovka qilganmiz. Bizni Toychoq Cobalt L9 Pro Max Ultra degani bu mashina. Mana kvartira. O'zbekistonlik Ingaya. Mana yigitlar Syomka boshla. shashlikka tayyorgarlik. Menga vazifa piyoz archish deydi. Hozir piyoz archib ko'ramiz. Piyozdan shashlik qilib beraymi? Ha? Bo'pti, bo'lsa kam qilib beraman. Mana piyozni ham archib oldim. O'zi asli shashlikni zo'r qiladigan, ta'mini beradigan mana shu piyoz. Hamma gap piyozda. Demak, asosiy ishni men qilibman unda. Xullas shashlikda asosiy ishlarni men qilib berdim, endi qolganini bolalar qilishaveradi. Shashliklarimiz ham pishdi. O'zi shashlik qilgan mana shu piyoz. Men achidimda deydi.